Talaklaman deb efirda tika top ketyapti. 380 talak bo'ladi agar 70 kilo ko'tarasiz. 70 kilo. 70 mi o'zi? Ha, 70. Bu ko'tarish muammo emas, otish muammo. Yo'q, bismillah. Aya, chiqadim ben. Молодцы. Qadrdonlar. Abdurahmon yuruvchini oqlovdik. Oqlovdik degani shalidan guruchini ajratish deyiladi. Boshqa viloyatlar uchun. Katta ajoz bu. Bunaqa guruchni yaxshi qidiradigan ajoz. Toshkentlarga jo'natadigan. Assalomu alaykum. Xirmonga baraka. Xirmonga baraka. Bo'ga, maskan ishlatyapmiz o'm. Assalomu alaykum. Xabardorlar, yaxshimisizlar, sizlar? Abdurahmonni shalisini oqladik. Eski guruchdan oldi. Eski guruch topish qiyin. Guruchni ko'raylik. Qora qaltiroqdan ham kuchli olib ketibdi bu. Guruch o'ta go'zal tushibdi. Guruchlar mashidan chiqadi. Sho'ro degan Andijonda o'zi nomi kuchlik. Abdurahmonga murojaat qilaverasizlar guruch kerak bo'lsa. Optim. Sotib yuboradi endi ulgib qolsanglar bir kop beramiz. Ya 10 kilodan bermasa ham bir kop oladiganlarga beradi. O'tgan emas, go'sht yemaganlar finalidaga 7 kop olib ketib, qaysi obunachilar tarqatib keluvdi. Biroz ko'pchilik maqtagan. Zo'r guruch. O'zlar yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Mana shu bolani qo'llab-quvvatlab like bosib turinglar. 70 ta. Assalomu alaykum. Xirmonga baraka. Xirmonga baraka. Like подпискаlar. Ha, like подпискаlar. Javohir ham siz shekilli. To'ta. Kimga nech qop, kimga 5 qop. Bo'ga, maskan ishlatyapmiz o'm. Assalomu alaykum. Xabardorlar, yaxshimisizlar, sizlar? Abdurahmonni shalisini oqladik. Eski guruchdan oldi. Eski guruch topish qiyin. Guruchni ko'raylikmi? Javob. Lahtagimi bu? Ha, lahta 12 kilo. O'ta chiroyli tushdi deyapsiz buni. Nech kop bo'ldi? Hozir Bu qora qaltiroqdan ham kuchli olib ketibdi bu. Guruch o'ta go'zal tushibdi lekin. Hozir gapirib kelayotgandim Javohir. Bezlarni o'zimizda olamay qo'ydim. Javohirda kelib oqlab ketyapman. Umuman. Qadrdonlar, guruch olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqaverasizlar. Bu guruchni o'tgan yilga tarqatganmiz. Yangi guruch chiqib qolib Abdurahmon. Eskisini sotyapti hozir. Oshini maqtamaymiz, cho'nqaradan jicha yaxshiroq bo'lyapti. Ha, oshini marulolilar ham yeb ko'rdi. Beni. Yaxshi ekan, kamerani qo'lga ushlab olsa, ish qilmay qo'yaveradi. Shunaqa-yu. Zaten kılmışı geliyor. İşte oldu 3'te 8'te oldu. Barakasini bersin. Buncha guruch tushadi deb o'ylamadim men lekin. Boshqasini jarasini qo'shib yubormadim Javohir. Qanaqa? Biz mesimaydigan qoplarda biz mesiyni o'g'il qoplar Ya shunga hayron bo'ldim. Oqshommi? Ha, Yo'q, faqat guruch. O'xshab tushmabdi-da, Javohir. Oldingizdan deysizmi? Haligi birinchi olib kelganingiz qora-yu, birinchi olib kelgan. Ha. 3 qopga o'xshab berardim sizga. Aslida o'xshab ko'p tushdi-da. Bundan bir qop tushdi deyapsiz. Naborot buni shalisi ko'p edi. Kelgan ana qilibsiz. Bu salqinda qurib tutsa keldi. Salqinda quruvdi bu, to'g'ri aytyapsiz. Bo'lmasa bu g'aram yegan narsa oqtoqda chanmaydi-da. To'g'ri. Men bo'lib bunchalik g'aram yegan narsa chanmaydi. Azizlar guruch chiqaringlar. Ajvozda ber mana.
Andijon tuman Sho'ro Gulobod. Sho'ro guruchi deysizlar va sho'ro Sho'ro. deb turasizlar. Mana shu Sho'roda ajoz. Motivaga otaveramiz shekilli endi. Men otamman. Do'stim biz kamerasiz ushlash shekilli endi. Nimaga? Men otaman. Ko'p gaplashib bermading. Kamera xirami yo men o'zim xirab ketdim. Xirab olaman aka. Ana Omajon aka telefon qilyapti. Omajon aka. Qadrdonlar. Abdurahmon yuruvchini oxlovdik. Oxlovdik degani shalidan guruchini ajratish deyiladi. Boshqa viloyatlar uchun. Katta ajoz bu. Bunaqa guruchni yaxshi qidiradigan ajoz. Toshkentlarga jo'natadigan guruchlar mashidan chiqadi. Sho'ro degan Andijonda o'zi nomi kuchlik. Abdurahmonga murojaat qilaverasizlar guruch kerak bo'lsa. Optim. Sotib oladi endi ulgib qolsanglar bir kop beramiz. 10 kilodan bermasa ham bir kop oladiganlarga beradi. O'tgan emas, go'sht yemaganlar finalidaga 7 kop olib ketib, qaysi obunachilar tarqatib keluvdi. Raza ko'pchilik maqtagan. Zo'r guruch. O'zlar yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Majburlarni qo'llab-quvvatlab like bosib turinglar. 70 ta like qilaman deb efirda tika top ketyapti. 380 ta like bo'ladi agar 70 kilo ko'tarasiz. 70 kilo. 70 mi o'zi? Ha, 70. Bu ko'tarish muammo emas, otish muammo. Yo'q, bismillah. Aya, chiqarimmi? Kel. Молодцы. Yaxshi? Zo'r. Mana shu aytdim. Bu yerda bor bir 1000 kopcha bo'lsa kerak guruchlar. O'ta ajozi eng zo'ri shu. Hammasini olib ko'rganman. Oxiri Mahallada ajvozlar ham ko'rib qolsa videoda xafa bo'lmasin, yana qo'yingan. yo'q, tezra bo'yicha. Ha, tez. Ol guruch bo'yicha bizni mahallaga yetadigan yo'q. Bitta tashlab qo'yadi, bu yoqni. Naridan guruch olib tushaveradi. Ha. Bu yerda qo'l mehnati bo'ladi. Betim qoralik bilinib qolar ekan bu kamerada. Ya qorong'ida shunaqa ko'ryapmanmi? Abdurahmon Damas. Endi video qachon chiqadi bilmadim. Proyektga nima bo'lmadinglar deydiganlar olib qolsa, biz bugun erta men ammam to'qilyapti. Shu yerdaman. Tog'am Sirojin ekanlar ustachilikda havorol turibdi. Shu 2 kunlik ishimiz bu. Xudolar keyin boshlanadi. Damasam olib qo'yishdi. Rezalar ham qoldi o'zi. Andijondan Marg'ilonga mahincha yuk bilan ketishadi-yu. Bir mashina. 800 chekdan hozir o'zi 800 kilodan oshib qoldi. 8 kilodan oshadimi? 770 edi, 812 edi. Hozir 30 kilo g'alla bo'lgan bo'lsak 812, 130. 782 kilo guruch qolib sizga shu. 782 kilo. Endi xizmati 300, abeti 50 bo'lgan bo'lsa 50 ming yo'qdi. Hozir 45 ming yo'q. 400 ming. 400 ming. Yani 5 mingdan 400 ming. Nimiz bor kattasi? Katta ham bor, bo'laveradi. Telefon o'ynamaydi deydi. Menga SMS qo'yarsan? Yo'q. Kattaroq qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Karta kerak ekan, telefon kerak ekan, ko'rdinglar. Videoda 8 minut qilib qo'y deb urinyaptimda. Saylash 8 minut bo'ladi. Azizlar, kech ishdan qaytayotgandik o'zi. Javohir Limog'ul aka ajozi уже sig'may qolyapti, olib ketinglar dedi.
bo'pti deb chamamda guruchga o'xshamab shekilli deb kelsak, yo'q, guruch o'ta go'zal tushgan. Xaridorlar ham ko'payib ketdi deyapsiz, ajvozlarda. Rohat. Bo'l 8 tur. 8 bo'ldimi? Azizlar, video qo'yolmayapmiz, kuzatib turinglar. Xudo xolasa, ish jarayonlarimizdan ham videolarni ertadan qo'yishni boshlaymiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Like bosmagan ka.